Muhaciratdagi turli Sharq Turkiston va Uyg'ur tashkilotlari Dunyo Uyg'ur qurultiyi atrofiga uyushganligini e'lon qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa bu qarorni qizg'in qarshi oladiganligini bildirdi va İsmail G'asparalining birlik tashabbusini eslab o'tdi. Turkiyadagi tashkilotlar bu haqda bayonot e'lon qildi. Bayonotda Sharq Turkiston da'vos qilayotgan va har qaysi tashkilotlar mamnuniyat bilan do'st dushmanga birlik va demokratiya signali berdi. Turkiyada birlikda faoliyat qilish kelishimi hosil qilgan tashkilotlar sirtqi dunyoda Birlashgan Dövlətlər Təşkilatı va uning raisi Dolqin Aysaning yanida turdiganligini jakkalaydi deyildi. Sharq Turkistonda uzun yillardan buyon irqiy qirg'inchilik elib berib, rayondagi xalqqa rahimsizlarcha ziyonkashlik qilayotgan millionlagan Uyg'urlarni qamab, 100 minglagan kishini o'ldirgan Xitoy hukumatı Amerikadagi irqchilikqa qarshi inkas bildirdi. Irqchilikqa qarshi namoyish butun Amerikaga tarqalgan bir paytda Uyg'urlar qarshi qirg'inchilik elib borgan Beijing hukumatı Washington asonliq millatlarning qonun huquqini qo'g'dish kerak dedi. Xitay Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Jawlijan Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika hukumatini irqiy kamsitishni tugatib, asonliq millatlarning qonun huquqini qo'g'dashga chaqirdi. George Floydning o'limining Amerikadagi irqiy kamsitish va soqchilarning vahshiyligining ig'irligini ko'rsatib berganligini bayon qilgan Xitoy bayonotchisi mundaq dedi: Qora tanliklarning hayotini qo'g'dash kerak, Amerika bu masalalarni jiddiy hal qilish kerak. Xitoy hukumatı Amerikىنىڭ دۇنيا سەھىيە tashkilotiga a'zo bo'lishni rad qilish qarorini tanqid qildi. Xitoy Amerikىنىڭ yaqindan buyon xalqaro tashkilotlarning ayrilishga odat bo'lib qolganligini o'ttirib qo'ydi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Jawlijan kundalik axborot e'lon qilish yig'inida mundaq dedi: Amerika tashkilotlaridan ayrilish va kelishimlarni bekor qilishga odat bo'lib qoldi. Amerika prezidenti Donald Tramp juma kuni Amerikىنىڭ Dunyo səhiyyə tashkilotidan chekinib chiqadiganligini e'lon qildi. U bu tashkilotni zo'r islohotlarni ilib boramaslik va Xitoyga qo'rchoq bo'lish bilan ayblagan edi. Xitoyda o'tirg'i chiqqan Wuhan virusi yuqumiga qarshi turishga qatnashgan İtaliyelik doktор Hajisiman virusning birinchi bosqichga selishtirganda kuchini yo'qotganligini va ajallik ta'sirining tuvanliganligini aytdi. İtaliyadagi yuqum ahvoli eng og'ir bo'lgan Lombardiya rayoni Milan shahridagi San Raffaello doktorxonasining bosh doktori Zangrello mundaq dedi: Virus hozir Italiyada klinikada yo'q. Ray televiziyasining ziyoratini qabul qilganda yuqumga qarshi turishda dong chiqargan doktor Zangrello mundaq dedi: O'tgan 10 kunda eg'izdan ilingan avrishki bilan 2 oy ilgari ahvolni selishtirganda o'tgan 10 kunda virus izlarining soni oz uchraydi. Amerika prezidenti Donald Trump namoyish va zo'ravonlikning kuchayishi sababidan harbiy va milliy qo'g'dinish qismlarining butun mamlakatga o'rnashtirilganligini e'lon qildi. Amerika Minnesota shtatining Minneapolis shahrida soqchilar tomonidan qo'lga ilinish jarayonida o'ldirilgan qora tanlik George Floyd sababli boshlangan namoyishning ta'siri kuchi davomli oshmoqda. Trump bayonotida dövlət miqyosidagi namoyishlarda zo'ravonlikning kuchayishi sababidan butun mamlakatga askar va milliy qo'g'dinish qismlarini qo'zg'ashni planlaganligini e'lon qildi.